Assalomu alaykum qadrli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Rayhon G'aniyeva nihoyat majburlikdan turmushini davom ettirayotganini tan oldi. Xabaringiz bor, Rayhon G'aniyevaning Yigitali Mamajonovdan ikkita o'g'il farzandi bor. Ikkinchi turmush o'rtog'idan qiz farzand ko'rishni xohlaganini ochiqchasiga aytdi. Ammo bunga turmush o'rtog'i jiddiy qarshilik bildirganini yashirib o'tirmadi. Rayhonda ikkita farzand, meni o'zimni birinchi turmushimda 3ta. Bularni katta qilishni o'zi bo'lmaydi. Menga boshqa farzand kerakmas. Rayhon menga bu haqda ko'p gapiradi. U yana bir farzand ko'rishni xohlaydi, ammo men istamayman. To'g'ri, bola yoshligida shirin bo'ladi, ammo kattaygandan so'ng uning muammolari ham kattayadi. O'zini prinsiplarini bizga o'tkazmoqchi bo'ladi, bu esa menga yoqmaydi. Hozircha bizga 5ta bola ham yetib turibdi. Ortiqcha deydi Rayhon G'aniyevaning ikkinchi turmush o'rtog'i. Aziz muxlis, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. Bu biz uchun juda zarur.